Birinchi kelishizmi? Yo'q, birinchisi emas, 2 oy oldin ayolim bilan kelgandi bizga. Endi xafa bo'lmaysiz, ko'p patsientlar esidan chiqib qoladi, pasient ko'p. O'shaning uchun xo'p, qani ayolingiz? Ayolim o'zi bog'chada ishlardi, olib kelaman. O'zim bildim. 2 oy oldin kelganimizda bizga shu 7 yillik farzandimdan qiynalayotganimni aytganmiz. Lekin siz shu maslahat berganingiz ajrashmay turinglar. Nega ajrashamiz deb keluvdim dedi oldin. Ajrashamiz keyin chunki 7 yil farzandsiz qiynalgan. To'g'risi, shu keyin maslahat bergansiz. Ajrashmay turinglar. Ayolim aytganingiz. Konkret menga vaqt beringlar. Natija bo'ladi, xudo xohlasa. Bundan keyin hamma ish qilaman degandingiz. Oldingizga shu xabar bilan keldik. Shundan keyin o'zimizni viloyatda tekshirdik, o'zingizda ayolim do'stlarimizni 5 haftada. Voy, tabriklayman, rosa xursand bo'ldim. Rosa xursandmiz sizni shu. Tabiiy bo'ldi sizda? Tabiiy bo'ldi. Eko qilmadingiz.